Lionel Messi uning bolalari qanaqa futbolchilarni yaxshi ko'rishini aytdi. Bu javob menimcha Barselona muxlislariga unchalik yoqmasa kerak. Do'stlar, hali ham kanalimizga obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsangiz, ancha-muncha narsadan qolib ketyapsiz. Obuna bo'ling, 300 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Bilmaydiganlar bo'lsa, aytib o'taman, Messida 3 ta o'g'li bor va yaqinda u Simplemente Futbol YouTube kanaliga intervyu berdi. U yerda esa undan uni bolalari qanaqa o'yinchilarga muxlislik qilishadi deb so'rashdi. Uni javobi esa ular ko'p Mbappe, Vinicius, Haaland, Lewandowski va Lamine Yamal haqida gapirishadi. Qisqacha hozirda eng yuqori darajada o'ynayotgan futbolchilar. Men o'ylaymanki, hamma o'z fikriga ega bo'lishi kerak. Sizcha menga qo'shilasizmi yoki bu otasiga hurmatsizlikmidi? Telefoningizga chiroyli fonlarni yuklab olishni istaysizmi? Unda hoziroq bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Futbol esa milliy gollar bilan masalaroq. O'zimizni milliy ta'mimiz milliy gollar.